qaysi tuzlar faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydi? Berilishini yozib olamiz. Demak, variantlarda moddalar berilgan. Gidrolizga uchrash bu suv bilan reaksiyaga kirishish. Demak, gidrolizga uchrash uchun biz kuchli kislota, kuchsiz kislota, kuchli asos, kuchsiz asos haqida bilishimiz kerak. Kuchli kislotalarga demak, asosan shu kislotalar kiradi. Ko'rsatilgan nitrat, sulfat, xlorid kislota, bramid, yodid kislota, xlorat, perxlorat, manganat, permanganat, xromat, dixromat kislotalar kiradi. Dixromat, xromat kislotalar kiradi. Kuchsiz kislotalarga gipoxlorid kislota kiradi, sulfid, karbonat, silikat, nitrit, asetat kislotalar kiradi va mana bu metafosfat, o'rtafosfat kislota, xlorid kislotalar ular o'zi o'rtacha kuchli kislotalarga kiradi. Gidrolizda asosan kuchli va kuchsizga ajratiladi. O'shaning uchun o'rtacha kuchlilarni ham kuchsizga kiritib yuboramiz. Ya'ni kuchsizga kirib ketib qoladi. Endi asoslar, kuchli asos, kuchsiz asos bor. Kuchli asoslarga ishqor hosil qila oladigan o'sha metall asoslar kiradi. Ya'ni ishqorlar kuchli asos hisoblanadi. Qolgan boshqa asoslar, suvda erimaydigan asoslar, ular kuchsiz asos hisoblanadi. Endi tuzimiz asos va kislotadan iborat bo'lsa, kuchsiz asos yoki kuchsiz kislota bo'lsagina gidrolizga uchraydi. Kuchli kelasida ham kuchsiz bo'lmasa, kelasi ham kuchli bo'lsa, gidrolizga uchramaydi. Kuchsiz asos, kuchli kislota bo'lsa, gidrolizga uchraydi, bosqichli bo'ladi. Asosan birinchi bosqich boradi. Ya'ni yaxshi bormaydi gidroliz. Va gidroliz kuchsizlar hisobiga boradi. Ya'ni kuchsiz asos bo'lsa, demak asos bo'yicha boradi. Kuchli asos, kuchsiz kislota bo'lsa, demak gidroliz kuchsizlar bo'yicha boradi. Kuchsiz kislota bo'yicha boradi va bosqichli bo'ladi. Asosan birinchi bosqich boradi. Kuchsiz asos, kuchsiz kislota bo'lsa, ya'ni ikkalasi ham kuchsiz bo'lsa, gidroliz yaxshi boradi. Ya'ni oxirigacha boradi. Va ham asos ham kislota bo'yicha boradi, chunki ikkalasi ham kuchsiz. Va odatda shunaqa tartibda, demak, gidrolizga borishini aniqlaymiz. Cho'kma gidrolizga uchramaydi odatda. Cho'kma bo'lmasa, erisa shu tartibda gidrolizga uchrashini aniqlaymiz. Demak, biz faqat anion bo'yicha gidrolizga uchraydiganini aniqlashimiz kerak. Demak, A variantni ko'ramiz. Kaliy gidroliz ishqor hosil qiladi. Demak, kuchli, sulfat, u ham kuchli. Demak, kuchli bo'lsa, birinchisi kuchli gidrolizga uchramaydi. Bu gidrolizga uchramas ekan. Demak, bizga gidrolizga uchragani kerak. Xo'p, bariy nitrat kuchli. Mana. Bariy gidroksid ishqor hosil qiladi. Demak, kuchli gidrolizga uchramaydi. Demak, A variant to'g'ri kelmaydi. B variantni ko'ramiz. Natriy gidroliz hosil qiladi. Nitrat kuchli. Demak, kuchli bu ham gidrolizga bormaydi. Kalsiy fosfat, kalsiy gidroliz hosil qiladi, ishqor. Fosfat o'rtacha kuchsizlar qatoriga kiritganmiz. Demak, kuchsiz. Uchinchisiga kuchsiz gidroliz bo'ladi. Asosan birinchi bosqich bo'ladi. Demak, gidroliz borar ekan, bizga borgani kerak va gidroliz anion bo'yicha borishi kerak. Demak, bu kuchsizini tagiga chizib qo'yamiz. Gidroliz demak anion bo'yicha borar ekan, kuchsizi bo'yicha borar ekan. Bu to'g'ri keladi. Ammo bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun B javobni ham olmaymiz. S javobni ko'ramiz. Kalsiy kuchli, nitrit kuchsiz. Kuchsizni tagiga chizib qo'yamiz. Demak, kuchsiz. Gidroliz boradi, asosan birinchi bosqich. Va gidroliz kuchsizi bo'yicha boradi, ya'ni anion bo'yicha boradi. Bu to'g'ri keladi. Anion bo'yicha kakras boradi, ya'ni kerak. Natriy asetat. Natriy kuchli, asetat kuchsiz. Uchinchisi to'g'ri keladi. Kuchsiz. Natriy kuchli-da. Demak, gidroliz bo'ladi, asosan birinchi bosqich. Va gidroliz anion bo'yicha boradi. S javob to'g'ri kelyapti.
Ammoniy kuchsiz, nitrat kuchli. Ammoniy kuchsiz. Bu ikkinchisiga to'g'ri keladi. Kuchsiz, kuchli. Birinchi bosqich boradi asosan. Va gidroliz kation bo'yicha boradi. Bu to'g'ri kelmaydi. Bizga anion bo'yicha borgani kerak. Mis sulfat. Mis kuchsiz, ishqor hosil qilmaydi. Sulfat kuchli. Demak, kuchsizligiga chizib qo'yamiz va bu ikkinchisiga to'g'ri keladi. Kuchsiz, kuchli. Birinchi bosqich boradi asosan gidroliz. Demak, borgani yaxshi gidroliz bizga shu kerak va gidroliz kation bo'yicha boradi. Ya'ni kuchsizi bo'yicha, kation bo'yicha boradi. Bu ham kerak emas. Bizga anion bo'yicha borgani kerak. D javob to'g'ri kelmaydi, chunki D javobda gidroliz kation bo'yicha boryapti. Kuchsizi kation bo'lib qolgan. To'g'ri javob C variant.